Bugun Toshkent viloyati Piskent tumanida vatanparvarlik ruhini yanada oshirish maqsadida shijoat va g'ayrat musobaqasi 29 ta mahallalar o'rtasida bo'lib o'tmoqda. Ushbu musobaqada yoshlarimiz o'zlarining shijoat va g'ayratlari bilan ishtirok etishmoqda. Toshkent viloyati Piskent tumanida 29 ta mahalladan yig'ilgan o'quvchi yoshlarning shijoat va g'ayrat musobaqasining tuman bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bunda 100 metr masofaga yugurish, 200 metr, 800 metr hamda 2000 metr masofaga yugurish, turnikda tortilish, granata uloqtirish, pnevmatik quroldan o'q otish hamda AK-74 qurolidan noto'liq qismlarga ajratish hamda noto'liq qismlardan yig'ish tartibi bo'yicha o'zlarining bilim va g'ayratlarini ko'rsatib, o'zlarining mahalla hamda tumanlarni obro'sini himoya qilmoqda. Bitta narsani bilinglar, davlat oilalaringga, o'zlaringga, farzandlaringga juda katta e'tibor beradi. Eng katta kuch sizlarning sadoqatlaring, eng katta bizning mudofaa sizlarning vatanga fidoyiliklaring. Bir narsani bilishlaring kerak. Sizlar ana shu o'zlaringni sadoqatlaringni, burchlaringni ato etishlaringlar yoshlarimizni tarbiyalayapsizlar. Sizlarga qarab yoshlarimiz o'rnak olyapti. Sizlarga munosib bo'lishga intilyapti. Mudofaamizni mana shunday doktrinasini amalga oshirishga bel bog'laganlaring uchun har birlaringizdan ota-onalaringiz